Bugun ham mazza qilamiz ekanda. Bugungi shart men asosan mana shu stadionda aylanib yugursak yoki futbolni kaptokni birala qilsak kerak deb o'yladim. Bunaqa shart bo'lishini xayolimga ham keltirmagan edim. Futbol o'ynaymiz, mazza qilib deb o'ylagandik, lekin afsuski Kishvaram xom sanamiz. Demak, shartni tushuntirib o'taman. Hurmatli ishtirokchilar, ko'rib turganingizdek, biz Jar stadionining tribunasidamiz. Eng pastki qismidan boshlab yuqori qismigacha, ya'ni o'rindiqlarni orasidan oyoqlarni xatlab o'tib kelishingiz kerak. Kimdir to'xtab qoladigan bo'lsa, shartdan chiqib ketadi va bitta ishtirokchi qolguncha shartni Yengil shartlar bo'larkan. Biz o'ylabmiz, futbol o'ynaymiz deb o'ylabmiz. Hamma mushuk sichqon olsa bu pashsha oladigan mushuk ekanda. Zo'r tuyda. Endi loyiha qoidalari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Bu mavsumda 8 nafar ishtirokchi hech biri ko'rsatuvni tark etmaydi. Dastur so'ngiga qadar ular ishtirokini davom ettirishadi va eng ko'p vazn yo'qotgan ishtirokchi, shartlarni to'liq bajargan, yaxshi natija ko'rsatgan ishtirokchi shart g'olibi bo'ladi. Yo'qotgan vaznining 3 dan 1 qismiga, ya'ni deylik, siz 18 kilogramm vazn yo'qotdingiz. 6 kilogramlik turli xildagi kupyuralardan biriga ega bo'lishingiz mumkin. Demak, qoplarda 2000, 5000, 10000 so'mlik pullar bor. 3 ta qopdan biri g'olibniki bo'ladi. Qolganlar esa shunchaki loyihadagi ishtirok va yo'qot. O'zimga yoqqan uslub Qanday bo'lyapti? Zaxiraga men sog'i xotin-ko'plar kelsin. o'ylab topgan shartlar. Nimalar qolyapsizlar-yu? Oyoqdan taliq. Shanul. To'xtamaymiz. Bordik.